Yaxshi tashvish. Tövəndikisi sizin hayatınızda ögünüdüğən ən mühim savaqlarınızın biri hesablanıdı. Besimga taqabul turuş intayin zörür. Amma bizning besimga qandaq taqabul turishimiz oqibatda g'oyat zo'r farq yaratıdı. New York Universitetining nervi fənləri alimi Dr. Wendy Suzuki o'zining Yaxshi tashvish nomli kitobida tashvishning cho'qim dushman bo'lishi notoyinligini oshkorladi. Aksicha, tashvish bizni teximiz sağlam odatlarni yetildirishga undaydigan kuchli bir signal bo'la oladi ekan. Suzuki shundoq ogohlantirdiki, haraqqa berilish, o'zini jamiyatdan chetga ilish yoki xizmatxumor bo'lib ketishdak taqobul turish mexanizmlarimiz bir mahal unumlikdek tuyulgan bilan oxirgi hisobda hissiyotimizni va jismoniy sog'lomligimizni yemirib tashlaydi. Agar bu xil usullar tizginlanmasa, besimni teximi kuchaytiradi. İntilishchanligimizni tovanlatib, hissiyotimizni tizginlash iqtidorimizni ojizlatadi. Shundaqdimi, xush xabar shuki, hamon o'zgarish yuz berish mumkinchiligi bor. Suzuki bizni passiv taqobul turish odatlarini bayqashga va ularning o'rnini aktiv odatlar bilan almashtirishga ilhomlantirdi. Tövəndiki usullar miya va badan sistemimizni qaytadan tangishimizga yordam berdi. Tashvishning azob-oqibat manbasiga emas, balki o'sib yetilish quroliga aylanishiga imkoniyat yaratdi. Besimga qandaq inkas qaytaradiganligimizga diqqat qilish va taqobul turish usullarimizni yangilash orqali tashvishni hissiyot chidamchanligimizni oshirishning va shaxsiy yuksalishning fursatiga aylantira olamiz. Tövəndikilar tashvishni to'g'ri shaklda kontrol qilishda cho'qim qilishga tegishli ishlar bo'lib hisoblanadi. Mayli aktiv yoki passiv bo'lsin, hissiyotlaringizni atash, ya'ni nom berish, ochiqligingizni tizginlash, o'z-o'zingizga baho berish, ya'ni tafakkur qilish, mashq qilish, do'st birodarlaringiz va oilangizdan yordam so'rash, hissiyotlaringiz haqida fikrlashish yoki so'zlashish, badan chiniqtirish, qiziqadigan ishlarni qilish yoki tantarbiya faoliyatlariga qatnashish, sirtlarda, tabiat qo'ynida vaqt o'tkazish, biror voqeaga boshqa nuqtadan qarash, tafakkur usulida jonliq bo'lish va yangicha fikrlarga ochiq bo'lish, kundalik xotira yozish yoki ongli holda o'z-o'zini tekshirishning boshqa shakllari bilan shug'ullanish, oila, hamroh va do'stlar bilan suhbatlik vaqt o'tkazish, o'z-o'ziga aktiv so'zlarni qilish va o'zini jazmlashtirish, tafakkur qilish yoki duo ibodat qilish, xizmat o'rningizni yoki uyingizni tozalash va ratlash, ehtiyoj tug'ilganda sog'lomlik mutaxassislaridan yordam so'rash, ermak hayvonlar bilan yoki bolalar bilan o'ynash.